Ko'pchilik ishlab turib qanday qilib uy ishlari va pishirib kuydirishga ulgurasiz deb savol beradi. Bu mani eng yaxshi ko'rgan hobbim, ya'ni qiziqishimdan biri. Bo'sh vaqt bo'ldim, albatta biron nima pishiraman, tayyorlayman va bugun ham shunaqa ajoyib retsept bilan bo'lishmoqchiman. Qatiq, tuxum, yarim chimdim tuz va margarin qo'shib yumshoq xamir tayyorlab, uni tindirib olamiz va любой yaxshi eriydigan sirni cho'rkadan chiqaramiz. Tingan xamirlarimizni 5 bo'lakka bo'lib yana zuvolachalar yasab olamiz. Zuvolachalarni yaxshilab yoyib, ayamasdan ko'p ezilib, ya'ni cho'ziladigan sirlarimizni qo'shib, yana zuvolachalar yasab, uni yana yoyamiz. Va qizib turgan skavorodkaga yog' solmasdan shunaqa oldi orqasini o'rtalovda pishirib olamiz. Ajoyib nonushtamiz tayyor. Yoqimli mushtaham.